alaykum hürmetlik anlıqçılar. Anlavatqınыңlar Uyghur Nidası Tor Radyosu. Mustamliki zulmida emrayotgan xalqimizning ahuzarını dunyoga anglatish. Vatan ichi sirtidagi xalqimiz taqdiriga munosabatlik muhim xabar, uchurlar va mulohizlardan kishilarni xabardor qilish. Diniy bilimlar, tariximiz, esil adabiy miroslarimiz orqali avlodlarda sog'lom e'tiqod, g'urur va ona til sevgisi yetildirish nishoni bilan vatan davosida tegishlik majburiyatini ado qilishni maqsad qilgan Uyg'ur Nidasi Tor radio televiziyasi dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarga oliy ehtirom va salomlarini yo'llaydi. Oygan. Abduxaliq Uyghur. Oygan, ey fakir Uyghur. Uyqun yeter. Sende mal yok. Emdi ketse can kiter. Bu ölümdün özünü qutquzmusan. Ah, senin halın xatar. Halın xatar. Qop dedim, beşingni kötür, uyqungni aç. Raqibning beshini kes, qinini chach. Ko'z içip etrafqa obdan baxmısan, ölüsen armanda bir gün yok ilaç. Elimu cansızgı oxşaydı tenim. Şunu yok mu anca ölümdün g'imin. Qışqarsam qimırlamaylı yatsan, uyğanmay ölmekçimi sen şu petin. Közüngni yoğan içip etrafqa baq. Öz istiqbalın haqqida oylan uzaq. Kets qoldun bu ganimet fursat, kelajak işin çataq, işin çataq. İçinar könglim sana, ey Uygurum, Səbdişim, qerindişim, bir tuqunum. Köyünüp halınğı oyğatsam seni, anlamaysan zadi nemi bolğunun. Kelido bir gün pişayman qilisan, tekdigi gapning şu çağda yetsen. Hey desen şu çağda ulgurmay qalur, şunda Uyghur sözüge tan berisan. Mikrofon aldıda Qarxan. Qanatsız xat. Abduvali Ayub. Ko'zimning yo'riqi, ro'yimning o'zqi qizim. Bugun o'zim talpingan vatanning nursiz bir bulug'ida sana qalamsiz, qog'ozsiz o'tirib xat yozyapman. Bilasan, xatni qog'ozga emas, qalb qurlarimga yozyapman. Qanotlari bo'g'ilgan sevinishlarimni, siqilishlarimni sana to'kyapman. Buningdan 3 yil burungi bugungi kunda ikkimiz mahallimizga chimanlikda o'ynayotgan edik. Sen dadangning shu chaqdagi xiyollarini bilmayding. Dadangning beshini chin quchoqlab, mo'rsidan tuqlarini sangiltib o'tirganingda, aşı boshda nimalarning qaynayotganligi sana noma'lum edi. Balkim dadisiz qolgan mushu kunlarda sana yana nurg'un tugunlar yechiksiz, nurg'un savollar javobsiz qoldi. Sen dadisiz dunyoga yoshlik ko'zlaring bilan baqqaningda
qalbingda tushuniksiz judolikdan boshqa qandoq tuyg'ularning isyon qilganini faraz qila olmayman. Faqat qalbingdagi dada mehri bilan liqlanadigan yerimliklarning bo'sh qilayotganligidan, dada quchoqlari bilan yetildigan bardamlikning kam qilayotganligidan o'rtinaman. Anangning ko'zidan miskinlikni, anamning jig'isidan notuvonlikni o'rganib qilishingdan ansirayman. Yeningdagi chog'larimda Qashqar ko'chalarini mutish charlaydigan qurolliqlarni ko'rib, sirqirab tursammi, oldingda tamkin qiyofatga kirib olardim. Ularni razil odamlarni, nomussiz ablahlarni, vijdonsiz gezandilarni tutish uchun qurollangan akashlar deb tushundirgan edim. Shu kuni ashu qurolliq akashlar mahallni qo'rshab, uyimizni oqtirganda qandoq o'ylagansan? Dadangning yolg'on aytmaganligiga ishonatdim. Balkim ularning xato kirib qolganligini faraz qilgansan. Xatoliqiga kechirim so'rab tutib ketilgan dadangni hamon qaytirib berdiganligiga chin putgansan. Men shunday o'ylagan edim. Ammo xatolashibdiman qizim. Seni xatolashtiribdiman qo'zam. Xatolashqani biz kimmiz? Qurolliqlar va ularning atamonlari xatolashmoqda. Dadang xatarli ishgan. O'z qizini atamiras tavarruk vatanida onasining mehrlik tilida o'qitmoqchi bo'lgani jinoyat ishgan. Dadangning o'z bolasi uchun emas, balalar uchun g'am yegani, balasi uchun emas, balalar uchun boshqa turgani xavfli ishgan. Dadangning qalbidagi g'ubarsiz, ma'sum balalik dunyoga bo'lgan muhabbatmi ular uchun tahdid ishgan. Bularni so'roq jarayonida bildim. Ular dadangning yiliga 100 ming so'mlab topqili bo'lgan ahli va iqtidori bilan zardorlik yo'lini emas, o'qituvchilikni tanlab olganini tushunolmabdi. Barliq qimmat va qadriyatlarni pul va mansab bilan o'lchaydigan shu kishilarni qalbimdagi muhabbatga, iymondek pok bolalarga atalgan sevgiga ishondira olmadim qizim. Ularni sabiylarning cho'virlashlaridan shatilindigan, ularni sehrlik tabiat va mehrlik jamiyat bag'ridan avundirdigan bir dada ekanligimga ishondira olmadim. So'roqqa kelgan farzandlik dadalarga, ini singillik ochiq ufqlarga, mehri otash onalarga qo'limda ishkal qarab o'tirib ularni meni so'roq qilishga, qistashga, qamashga va jinoyatchi deb satlashga qaysi kuchning majburlayotganini bilolmadim. Xuddi hech kim sana mening nada nima uchun ishkallanganligimni deb berolmagandek, menmo nemishqa sensiz quyosh va oysiz qora qafasga band qilinganligimni so'zlab berolmayman. Dastlabki kunlarda seni dadamni bo'bish tutib ketdi deb bilsin dedim. Kichigimdan bo'bish haqida qo'rqinchli hikoyalarni anglaydigan. Shunga bu tutqunlikni bo'bishga ortib qo'ymoqchi bo'ldim. Ammo seni undaq yolg'on narsalardan qo'rqib cho'ng bo'lmasin. Seni hech kim ko'rib boqmagan shay edin tashvishlanmasin dedi. Qo'rqinch degan bu iblisdan yiroq yashasin dedi. Chunki vahima aqlning dushmani, ruhning qotili. Odamning qo'rqib ketganda putqolda jon qolmaydi-ku. Bu ruhning jon talashqini. Odam tuyuqsiz vahimada qolganda mengisi qup-quruq bo'lib qoladi. Bu aqlning taslim bo'lganidir. Bar narsaning qo'rqinchidan, ko'zi ko'ringan vahimadan ansirayman qizim. Chunki har qanday kuchli ko'ringan shayning biz vaqtincha bilolmagan, xavfsirab ko'rolmagan ojizligi bo'ladi. Ko'ringan narsaning vahimasini mo'lcharligili bo'ladi, azaytqili bo'ladi, yangili bo'ladi. Agar qo'rqinch, bo'bish, ajdarha va yalmavuz degandek ko'rinmas, bilinmas narsadan kelgan, singan bo'lsa, u narsalar hamon qalblarda xolgan vahshiy shaklda zohir bo'ladi. Mo'lcharligisiz kuchayib, yangusiz dahshat tus oladi. Shunga reallikdagi turli zo'rlik, ishkanja, sadiqa va jazolar orqali qalbga singdirilayotgan qo'rqinch bakrak xatarli. U bilinmay zo'riyib, yurakni qarmallaydi. Bova mo'minlarimizning qo'rqinchaq odamni yuragi yo'q degani shu. Men seni Allohdan boshqa qo'rqinchi yo'q odam qilaman qizim. Seni tumshuqliqlarga cho'qug'izmay, tirnoqliqlarga tatlig'izmay, qanotliqlarga qaqqizmay boqaman qizim. Qizim, meni bo'bish qamoqqa olmadi.
iblis bağlamadı, ejderha dem tartmadı. Meni zindonga salg'ini faqat insonlarning rahimsiz paskini qo'li va to'ymas nafsoniyatchiligi muhabbatlik yuragi emas. Undaqda seni mensiz, meni sensiz qo'ygan zalimi, aparat organlarini sana düşman ko'rsataman. O joydagi odamlarda muhabbat yo'qmi, yurak yo'qmi, buni bilmayman qizim. Esimda yo'q. Esimda qolgani tamakidan qardigan yuzlar, aroqdan qizargan ko'zlar, haromdan bıqsigan nafslar bo'ldi. Meni kechirasanmi qizim? Cho'nglar bilan, cho'ng ishlar bilan aldirash bo'laman deb sana sal qaradim. Sening ana tilga, ana diyorga qandoq yuzlashganligingni bilolmay qoldim. Vatanga qaytgandan keyin sening ana tilda qayta yorildigan dunyoyingda sana hamdamda bo'lolmadi. Vatanga yangi qaytib ana tilingda so'zlayolmaydigan tilni hech kimga uqtira olmay qolgandagi puchilishlaringga yordamchi bo'lolmadi. Tügüməz dəris, pütməz söhbət, axırlaşmaz mehmandarçılıqlarda yürüb sana çöçək sözləşini unuttum. Günləb görüşəlməyinimizdə mening o'qituvchimla bor, dadam yo'qmi deginingda azoblandim yo, hikoychi dada, sirdosh dada, safardosh dada, hamroh dada bo'lolmadim. Amerikadan bir kelgancha daryoga tushgan xastak sening yeningdan, dunyoyingdan, tilsimli hayotingdan, tügüməz suallaringdan xabarsiz qoldim qizim. Amerikadan qaytarishimizda sen Amerikada yoqtirib o'qiydigan kitoblaringni eg'ir ko'may necha 10 ming kilometr orliqdan ko'tirib kelgan bilan ularning birini o'qib berolmadim. Sana qo'yib beraman, sen bilan ko'raman deb elib kelgan necha yuz balla filmining birini sen bilan ko'rishib berolmadim. Amerikadagi hayoting haqida yozmoqchi bo'lgan Mas'uda va Amerikalik Teyin nomli kitob og'zimda, planlarimda qoldi qizim. Meni afu qilasanmi qizim? O'zdan, bag'irlardan boshqa hamma odamga vaqt chiqara oladigan oila g'ami bilan emas, dunyoning dardi bilan yashashni a'lo bildigan bo'lib qolganimni tushunasan. 2011-yili 10-iyul Qashqarda tunji leksiyani uyushtirdim. Leksiyaning o'tirisida sen sahnaga chiqib ishtirokchilarga qarab kulimsirding. Menmo sarg'ush chochlaringni silab leksiyarimni davomlashtirib edim. 2012-yili 20 yanvar Qashqarda yana bir qitim leksiya qildim. Men so'z boshlab uzun o'tmay yana oldimga yugurib kelvatsam, qo'limni shiltib to'xtatib qo'yibdim. Anangga islib yig'lab ketibsan. Asli kelib meni suyib qo'ymoqchi ekansan qizim. Shuningdan keyin bir qancha qitim leksiya so'zildim. Lekin bir qitimmi sahnaga yaqin yo'lamadim qizim. Amerikada sen qo'shilmasang hech yerga bormaydigan, uxlaydigan chig'ingda sen rozi bo'lmagan hikoyalarim haqida pushaymon yeydigan, sen yoqtirgan kartonlarni billa saqlab ko'radigan dada edim. Sen har qanday so'rinda qishimda edim. Har qanday joyda ko'zimda edim. Har qanday vaqtda aqlim senda edi. Vatanda cho'nglar sendan muhim bilindi. Oqsoqollar sendan e'tiborliq bo'ldi. Qudrat sohiblari sendan manfaatlik tuyuldi. Vatandagi ojizlar kuchliklardan, oz sonliq ko'p sonliqdan, pulsiz puldorlardan kamsindigan, qisildigan va bundaq kamsinish va qisilish hayotning ayrilmas mazmuniga aylanib qolgan muhitda men sendan ijozatsiz o'z planlarim bilan yurdim. Sendin, sening mavjudligingdan, arzu xohishlaringdan mustasno qaror chiqarishni menmo tabiiylik deb qaraydigan bo'lib qoldi. Qandoq o'zgarganimni, muhitning qurbonligiga qandoq bosh qo'yganimni, so'rindagi, sahnadagi, ekrandagi obrazim uchun seni yana nimalardan mahrum qo'yganimni o'zimmi deb berolmayman qizim. Mensiz 7ga kirib ochdim. Dadisiz bu kunlaring yana tugaydigandek emas. Qamalg'inimga pushaymon qilmadim qizim. Faqat seni ko'rolmagan bu hijron tunlariga o'sh bo'ldim. Ko'k osmon, hilol oy, nurliq yulduzdan mahrum kunlardagi axlatdan arzimas holimga o'kingandek bo'ldim. Lekin shuningga ishon qizim. Dadang marhamatlik Alloh bilan sabrli, muhabbatlik Uyg'ur bilan kuchli, kuyimlik qarindoshlari bilan umid bor. Dadanga minglagan mehribonlarning tilaklari hamroh qizim. Sen texmi omadga yaqinsan.
Chunki dadangning hayot ekanligini bilasan. Anang, momang va tag'i amillarning dadang sababli qamalganligi sening baxting. Faqat sen burunqidek dadangning xatlarini ko'ra olmaysan. Quchoqlarga tashlana olmaysan. Dadangning mo'rsida jiroqlarga nazar sola olmaysan. Chida qizim. Bardoshlik bagi. Uyg'ur degan shundoq Uyg'ur bo'ladi. Doim qo'rqitiladi, tekshiriladi, qamoqda yotadi, yo'qolib ketadi va hatto Allohning rahmatiga erishadi. Uyg'ur qudratli qizim. Allah o'ziga eng suyimli bandalarini shundoq sanaydi. Allah eng bardoshli qavmiga tog' yuklaydi. Buningga imonim komil qizim. Men faqat seni seg'inib azoblarimni so'zlab, ochiqlarimni aytib soldim. Hammamizni Allah mag'firat qilg'ay. Sendan ansirayman qizim. Dadasiz kunlarda dadalar bilan ko'ngillik yashayotganlarga nafratlanishingdan ansirayman. Atrofingdagi tili qisilgan, dili siqilgan, bo'yni egilganlarning aksicha o'z ona tilida mag'rur so'zlab, mag'rur yayrab o'z zvonda akavrlarcha qaldirilishayotganlardan nafratlanishingdan ansirayman. Men kichigi chumuldan tortib, cho'ngi olamgacha har qanday shayida Allohning buyukligi, barakati va mehrini his qilib, bilib yashayotgan bu millatning sevgi bilan o'lchaydigan aqidasidan sening ashundaq nafratlar sababli jiroqlab ketishidan ansirayman.